Hammaga assalomu alaykum. Yana takrorlaymiz robotlar jamoasi sizlar bilan YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bu videomiz boshqa videolardan tubdan farq qiladi. Buning sababi bor. Ko'pchilik faqat muvaffaqiyat haqida gapirsa, biz asl haqiqatlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Ya'ni ko'pchilik mana bu strategiya zo'r, mana bu strategiya foydaga olib chiqa oladi desa, biz endi yangicha bir yo'nalishda ishlayapmiz. Yomon narsani ham ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni prosta musir bo'lgan strategiya haqida gaplashamiz. Ya'ni umuman ishlatib bo'lmaydigan strategiya va unga biz vaqt ajratib robot qilganmiz va qilingan robot haqida ham natijalarigacha ko'rsatib beramiz. Bu bilan nima maqsadimiz? Odamlar noto'g'ri bilimlar olish uchun vaqt sarflab o'tirmasin. Undan ko'ra mana shu videoda tushunib olsin. Tradingda shunaqa foydasiz bo'lgan strategiyalar ham bor degan maqsadimiz bor bizda. Ya'ni mana shu bilimlarni berishga harakat qilamiz. Demak, biz boshladik. Demak, ko'pchilik bizdan so'raydi, mana shu strategiyani robotga aylantirsa bo'ladimi deydi. Avvalambor biz strategiya bilan tanishib chiqamiz. Tanishib chiqqanimizdan keyingina o'shani robotga aylantirishga harakat qilamiz albatta. O'sha strategiyani deyarli birga bir holatda ko'chirib beramiz. Ko'p ishlarimiz oxirigacha muvaffaqiyatli yakunlangan, lekin oxiriga yetmay qolgan ishimiz haqida hozir gaplashamiz. Mana shu bo'yicha. Demak, xullas, avvalambor bu narsani voqea ko'rinishda tushuntirib bersam, chunki o'shanda sizga yaxshiroq yetib boradi, yaxshiroq tushunasiz deb umid qilaman. Xullas, bizga eski mijozimiz aloqaga chiqqan. Shu bitta trader o'z strategiyasini maqtayapti, natijalari juda ham zo'r ekan, mana shuni robot qilsa bo'ladimi deb bizga chiqyapti. U insonning o'zi bu narsani, ya'ni nima deydi, strategiyani unchalik o'rganmadi hali, lekin ishondi strategiyani o'ziga. Bizga 50% to'lovni amalga oshirib ishni boshladi. Ya'ni biz boshladik yanarog'i, ya'ni o'sha bola bilan tanishib, o'zbekistonlik trader ekan, ismlarini aytishimiz menimcha yaxshi emas, lekin bu narsani odamlar bilsin degan maqsadda video qilyapmiz. Xullas, strategiyani o'rgatdi, tushuntirdi, ishlash prinsipini tushuntirdi, hamma narsasini o'rgatdi, lekin robot tayyorladik, prosta musir ishlab bermadi. Buni hozir isbotlarigacha ko'rsatib beramiz. O'shandan keyin o'sha inson, bizni tanishimiz, mana shu nima deydi, vaqtimizni oldi, o'zini ham vaqtini oldi, o'zini hamyoniga ham zarari bo'ldi. U narsani kursni sotib olgan kamiga u insonning o'zi. Bizga o'sha bola o'rgatish uchun u bolaga ham to'lov qilgan, adashmasam. Bu juda ham nima deydi, odamlarga manfaatli bo'ladigan video bo'lyapti, chunki xulosa chiqarib olinglar shu narsadan. Shunaqa strategiyalar bor, juda ham nima deydi, robot qilsak umuman natija bermaydi. O'sha strategiya haqida endi gaplashamiz. Xullas, strategiya nisbatan sodda. O'sha bola o'zini ICT yo'nalishida ishlashi bilan maqtandi ko'p. O'sha ICT, CRT degan narsa bor ekan. ICT ni o'zi yoqtirmayman, men strategiya deb hisoblamayman, lekin qiziqib ko'rdik. CRT ga o'xshash dedi, lekin boshqacha deb tushuntirdi. Sal boshqacha dedi. Xullas, mana bunday sham paydo bo'ladi. Video cho'zilmasligi uchun maksimal tezroq tushuntirishga harakat qilaman. Mana bunday sham paydo bo'ladi deylik. Undan keyin uni ichida bir qancha yana shamlar paydo bo'ladi. Robotning nomini yozib qo'yay, qani haligi matn. Men -3 Fibo nomini o'zim qo'ydim. Strategiyaning nomini bilmas ekan. Xullas, strategiyani o'zini ham tuzukroq bilmasa kerak u odam. Xullas, shu holatda shamlar kombinatsiyasi bo'ldi. Bu CRT ga yaqin narsa. Men CRT bo'yicha videolar ko'rdim, lekin undan farqi bor ekan. Endi shu joyida bizga topshiriq bo'lyapti. Mana bu joydan
demak sell limit juda ham katta bo'lib ketdi. Sell limit mana bu joydan esa buy limit orderlarni qo'yib qo'yish kerak. Ya'ni robot aytishi bo'yicha mana bunday funksiyada ishlash kerak. Xullas mana bu hozir bizda joriy sham bo'ladi. Joriy shamdan ikkita orqadagi sham bu n-2 sham bo'ladi. Demak, shu holat shakllansa, mana bu sham yopilgandan keyin endi dumlarni chizib o'tirmadim, soyalarni dum deb juda ham qo'pol aytdim. Bu soyalarni chizib o'tirmadim. Undan keyin endi bitta sham bir tomonga yurishni boshlaydi. Bir tomon yurishni boshlaydi. Shu joyida bitim ochish kerak. Ya'ni sell limitni olish kerak yoki buy limitni olish kerak. Qaysi tomonga farqi yo'q. Strategiyani juda ham maqtagan, uchadi, zo'r ishlaydi degan, lekin amalda ishlab bermadi bu narsa. Agarda siz mana shu narsalarga vaqtingizni sarflab o'rganayotgan bo'lsangiz, yaxshisi o'rganmaganingiz ma'qul. Buni sababini hozir video davomida ham batafsil isbotlargacha tushuntirib o'tamiz. Endi lekin bu holatda mana bunday holat ham bo'ladi dedi. Hattoki o'shani ham qo'shdik. Mana bunday kattaroq bo'lishi mumkin-da. Endi bu sham kichikroq yopilib qolishi mumkin. To'g'rimi misol? Kichikroq yopilib qolishi mumkin, borgan sari kichrayib. Endi bu atmen bo'lib ketadi. Mana bu sham atmen bo'lib ketib, maksimum minimumlar bunga ko'chadi. Ya'ni faqat n-3 bo'lish kerak. Bu sharti juda ham nima deydi? Boshida menga yaxshi tuyuldi, lekin amalda o'xshamadi. n-3 bo'lish shart dedi. Shu joydan endi bir tomonga, misol, bir tomonga tepa tomonga yorib o'tsa, mana buy limitni olib ketish kerak. Lekin agarda bu o'xshamasa, buy limitni ham, sell limitni ham o'chirib yuborish kerak deb aytdi robotni. Endi kelinglar robotni ko'rib chiqamiz. Buning uchun MetaTrader'ni ochib olamiz. MetaTrader ochildi. Mana yo'q, adashdik. Buni mana bunday qilamiz. Demak, sizlarga tushunarli bo'ldi shu narsa. Agarda shu narsani o'rganayotgan bo'lsanglar, vaqt sarflamay sizlar bo'laveradi. Menimcha CRT bo'yicha ham agarda izohlarda yozsanglar, CRT robotini tayyorlab ko'ramiz. CRT o'sha ICT ichidagi strategiya ekan. Agarda bu narsa YouTube'da darsliklar bor ekan, agarda sizlarga qiziq bo'lsa, albatta izohlarda yozinglar. CRT bo'yicha ham robot qilib buni ishlash yoki ishlamasligini aniq dalillarini ko'rsatib beramiz. Bu strategiya esa falon pulga o'sha odamga sotilgan strategiya bo'lib chiqyapti. Endi kelinglar buni yopaveramiz. Endi robotga o'tamiz. Mana robot MetaTrader'ga kirib oldik. N3 Fibo degan narsa. Fiboni tushuntirish esda yo'q. Mana shu nima deydi, stopi avvalgi shamni misol uchun tepaga yorib o'tsa, qani misol buni o'chiraylik-da. Bu yerda o'zim ham tushuntirib qo'yaman. O'sha Fibo esdan chiqibdi. Fibonacci, ya'ni kakaraz mash holatda ana shunaqa holat shakllanyapti. Shu joyida hozir mana bunaqa narsa chizsak qulayroq bo'ladi. Shu joyida yuqoriga buy limit, pastga sell limit qo'yiladi. Endi mana bu yerda stop loss bor. Take profitimiz Fibo 1618 bo'ladi. Ya'ni stopimiz misol uchun 100 pips bo'lsa, take profitimiz 168 pips bo'ladi. Ya'ni o'shanga 168 ga 1618 ga ko'paytiriladi, aniqroq aytsam. O'shanaqa. Hozirgi holatda agarda narx bir tomonga yurib ketsa va mana bu bitimda nima deydi, limitni order olsa, bitim ochiladi, stop loss bu yoqqa, take profit bu yoqqa qo'yiladi. Demak, hozirgi holatda mana shu strategiya kelib turibdi. Endi CRT bundan boshqacharoq ekan, lekin CRT bo'yicha ham yuqorida aytganimdek ishlab ko'ramiz. Endi robotning vizual ko'rinishini ko'ramiz. Mana robotning o'zini ko'raylik avval. Sozlamalarni bu yerda. Demak, har bir bitim uchun 1% risk qo'yilgan. Demak, TP stop loss nisbati
1618. Stop lossdan keyin martingale o'chirib yoqish funksiyasi bor. Yoqib qo'ydik shu joyda. Xullas o'chirib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu qo'shimcha vaqt bo'yicha filtrlar. Soddaroq bo'lsa ham aytganida ishlab beradigan robot bo'lyapti. Endi xuddi shuni mana sozlamalarni yana ko'rib chiqamiz. Demak 1% bu yerda vaqtni tanlab oldik. 5 minutlik time frame da u odamning aytishi bo'yicha 5 minutdan H1 gacha ishlay oladi degandi. Hozir mana bu sham yopilgandan keyin endi maksimum minimum bunga ko'chdi. Sababi mana bu sham yopilgandan keyin aniqrog'i hali ko'chmadi. Haligacha maksimum nima deydi, buy limit, sell limitlar shu joyda turibdi. Chizilgan holatda. Endi bu yoqroqqa tushsa limit orderni olib ketadi. Startni bosamiz. Vizual tahlilini ko'ramiz. Kelinglar, buni ham sizlarga ko'rinishi uchun qulayroq qilib qo'yay. O'zbekistonda internet yomon ko'p joyda. Hozir ishlatamiz. Ozgina kutamiz. Hozir signal kelishi kerak. Ana signal keldi. Demak, robot to'g'ri ishlayapti. Shu joyda mana buy limit va sell limit qo'ygan. Hozir sell limitni o'chirib yubordi, chunki buy'da oldi. Mana shu joriy sham va n minus sham mana bu joriy narx bo'lgan paytda narx nima deydi? Shu joyda turgan holatda o'zidan avvalgi shamlar mana buni ichida qolishi kerak. Mana bu katta shamning ichida. Mana shu narsani tushuntirgan edi. Xuddi shunaqa bir xil ishlayapti. Ko'rib turibsizlar. Mana demak stopimiz bu yerda bor. Mana bu shamni pastki qismiga qo'yilgan. Tekimiz bu yerga qo'yilyapti. 1618. Xuddi shunaqa holatda idealni ishlab beryapti. Ya'ni strategiya robotga to'liq ko'chirilgan, lekin strategiyani o'zi idealni ishlab bermaydi. O'sha tomoni bor. Tezlashtiramiz endi jarayonni. Demak, tek oldi. Bu bilan vaqt cho'zilib ketadi. Hozir endi mana balans o'zgarishlarini ko'rib tursanglar bo'ladi bu yerda. Stop oldi yana. Yana stop. Endi balansga nisbatan 1% bo'lgani uchun juda ham ko'p agressiv savdo qilyapti, lekin bir nimani ko'ryapsizlar, balans yo'q qilyapti. Hozir shu joyda demak single holatda test qilib chiqamiz. Grafikni ochamiz. Mana bir xilda balansi orqaga qarab ketyapti. Bu juda ham yomon robot uchun, chunki ketma-ket xatolar. Mana bu yerda bitta take olgan, keyin yana baribir stop olgan. Backtest qismiga o'tadigan bo'lsak ham bu yerda long trades 1%, ya'ni g'alaba foiz 20% xolos. E'tibor bering. Buy bitimlarida 20% demak foydada yopilyapti. Win rate qanaqa bo'ladi? 1 ga 1 nisbatda bo'lsa,
1 ga 1 nisbatda bo'lsa 50% bo'ladi aslida. Xuddi tanga tashlagandek, yoki u tomon yoki bu tomon tushadi. Biz o'shani 51% qilib olsak bo'ldi. Robotlar shunaqa ishlaydi. Ya'ni 55% deylik, 60%. Misol uchun moving average asosida sodda odamlar hozir sodda deydi, indikator ham signal beradimi, u kech beradi, bu yoq deyishadi ICTchilar ayniqsa. Lekin undan ko'ra yaxshi ishlab beradi. Undan ko'ra. O'shaning uchun e'tibor beringlar. To'g'ri, mana bu yerda shortlar foizi yuqoriroq, lekin umumiy baribir juda ham past balansda mana -8,000 qilib qo'ydi bir zumda. O'shaning uchun tushuntiraman, imkon qadar sizlar nima deydi, to'g'ri narsani o'rganinglar. Ko'p joylarda misol nima deydi, mana ko'rib turibsizlar, martingale bo'laman, martingale yonib qoladi ekan, o'shanga ba'zi ko'targan balansda, lekin endi yana ham pastga qarab ketyapti. Martingale funksiyasini o'chirib test qildim, yana negativ bo'lmasin deb. Xullas shunaqa yangiliklar. Minus qildi. Robotni Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz, uni test qilib ko'rsanglar bo'ladi, lekin aslo real bozorda ishlatib ko'rmanglar. Shuni so'rab qolaman. Kelinglar, 1 ga 1 nisbatan qilib ko'ramiz, mayli. Video cho'zilsa ham. Birga bir nisbat bu aytganimdek tanga tashlashga o'xshaydi. 50% foyda, 50% zarar bo'lishi kerak. 1 ga 1 nisbatda shunda ham nima deydi? Minus qilyapti mana. Demak, 1,5 ming minus bo'lyapti. 1 ga 1 holatda. Aslida sodda demak robotda sodda indikatorlar ham, misol Donchian indikatori ham boshqasi ham bunaqa holatda yaxshi daromad qilib beradi. 1 ga 2 qilaylik, ko'pchilik 1 ga 2 ishlaydi. Xullas, bu narsa ish bermaydi. Shuni sizlardan so'rab qolardim. To'g'ri strategiyani o'rganinglar. Mana shu narsani deb vaqtim ketgan, deyarli to'lov olmayapman. O'shaning uchun hozir esimga tushib qoldi, 50% oldin to'lov qilgan deb, yana noto'g'ri tushunish bo'lib qolmasin. Izohda yana yozib qo'yaman. To'lov olmayapman hech qanaqa. Vaqt ketgan xolos. O'shani ham esga tushganda aytib qo'yay, yana noto'g'rilik ketib qolmasin. 50% to'lov olmasdan vaqtimni sarflaganman, lekin bu narsani egasiga aytganman, yo'q bo'ldi, bu loyihani to'xtataylik, bu ish bermaydi. Martingale qo'shdik, har xil vaqtlarda test qilib ko'rdik, baribir foydasi yo'q. Shuning uchun sizlardan iltimos, maksimal darajada to'g'ri strategiyani o'rganinglar, yolg'on ma'lumotlarga ishonmanglar. Mana bunaqa musir strategiyalardan imkon boricha qochinglar. Aytganidek tayyorlab bersak ham natija qilib bera olmayapti. Vaqt filtri qo'ying, xohlagan yo'nalishda o'zingiz ham test qilib ko'ring, lekin bu foyda bermaydi. Xohlagan parada, time frame ishlatib ko'ring, chunki biz ishlatib ko'rdik, test qilib ko'rdik, baribir foydaga olib chiqib bera olmadi. Shuning bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Menimcha odamlarga manfaatli video bo'ldi. Keyingi videolarda albatta ko'rishguncha. Agarda sizda bunaqa strategiyadan ko'ra yaxshiroq strategiya bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Xuddi shu strategiyani 1 ga 1 ko'chirgandek, sizni yaxshi strategiyangizni ham 1 ga 1 ko'chirib, test qilib o'tkazib ko'ramiz. Shunda menimcha natijasi yaxshi chiqsa, odamlarga manfaatli bo'ladi. O'zingizga ham albatta moliyaviy jihatdan 24/7 ishlaydigan savdo robotiga ega bo'lasiz. Demak, sizlarga ham katta rahmat tomosha uchun.